Bilarmidingiz, O'zbekistonda yer endi bozorga chiqmoqda. Ha, endilikda qishloq xo'jaligi yerlari ijaraga beriladi. Bu esa butun tizimni o'zgartiradi. Avvallari fermerlar yerdan deyarli bepul foydalangan, uzoq muddatli rejasiz, investitsiyasiz ishlagan. Endi esa ijara tizimi orqali haqiqiy biznes yuritish imkoni paydo bo'ldi. Issiqxonalar qurish, kredit olish, yangi texnologiyalarni joriy etish mumkin. Davlat esa bu orqali nazorat va shaffoflik vositasiga ega bo'ladi. Bu kamroq kelishmovchilik, ko'proq ishonch va investitsiya degani. Masalan, Farg'ona vodiysida sinov loyihalari boshlangan. Fermerlar aytishicha, endi kredit olish va xo'jalikni rivojlantirish ancha osonlashgan. Yer ijarasi O'zbekiston iqtisodiyotining yangi o'sish nuqtasiga aylanishi mumkin. To'liq maqolani realting.uz saytida o'qing. Siz bilan birga bo'ldi Zamira Alimova va Realting TV. Obuna bo'ling, O'zbekistonda ko'chmas mulk bo'yicha eng muhim yangiliklarni birinchilardan bo'lib biling.